İkimizdek akçaçlıklar üçün hekimi kadri ütildi. Bir piyalı çay, bir piyalı çay, men alağı var. Kadirlik dostlar, men Muhtar Buğra. Abdumraylık Xalq üçüncü doktorxanası alayda qo'llagan bir piyal çay söhbetimizga bugun qarindishim Ablat ablikimni taklif qildim. Bir piyal çay ichgach, ikkimiz bir mung'ishib olsak deb o'yladim. Hamda seninki o'tganda Ipak yo'l sadosida aytgan hayot qadri deydigan bir naqshang el avam arasida intayin yaxshi inkas qaytuvdi. Mushu naqsh to'g'riliq bir anjuman qilaylik ikkoylar. Hamda hayotning qadri har bir insonga nisbatan ayrim o'tildigan gap ekan. Ikkimizdek oqchashliqlar uchun hekimi qadri o'tildi. Hamda nurg'u odamlar hayotga o'zininki dunyosidan, o'zining ko'zinikidan qarab ta'bir beradigan gap. Hamda sen mushu naqshangda qanday ta'bir berding bir qisqa so'zlab baqsang. Endi bay degandek aka. Hayotga har kimningki qarashi shu o'ziniki. Turmushga bo'lgan, hayotga bo'lgan shu qarash nuqtai nazarlari asosida bo'ladi endi. Lekin meningcha shu bay deyilganda ekan shu choch aqagan mush bir yosh davrlarimizda hayotning qadri taxmi o'tilib, hayotning qadriga taxmi yetib va hayotning qadrining ma'nosiga taxmi bir tushunib. Ba'zilar hayotga biz yoshig'ini kelmadik, hayotni yashartg'ini keldik degan gaplar bo'lgancha, meningcha u bir boshqa hayot kechirguchininki kechmishi deb o'ylaymiz. Ammo mushu seninki hayot qadri degan naqshang xususan men anglagan vaqtida mening udildi yuragimga tekkancha bu naqsha. Bu naqshininki tekstini kim yozgan? Bu naqshning tekstini Muhammad Tursun Ahmad deb bir inimiz var. O'zi Makit naisi. Muzikasini o'zim ishlagan. Akkordini o'zim ishlagan. Bu naqsha mana hamda hayotni bir kuplet yoki bir naqshiga yig'inchoqlig'i bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Lekin hayotning kartinasini nihoyatda o Makitlik yigit nihoyat yaxshi ifodalabdi hamda. Uning ustiga bu kuy she'riga sen o'zingning melodiyasi orqali yaman kuch ketib yutibsan. Bek ta'sirlik bu naqsha. Uning ustiga ham tushunishlik. Qanday degan vaqtda mayli bu naqshini ziyolilar anglasin yoki bo'lmasa shu 75lik dehqon anglasin, chorvachilar anglasin, o'rtaq bir hayot qarashiga ega qiluvchi. O bir o'rtaqchilik bor. Hamda meningki tavsiyasim ham sening tavsiyasing shunda hayotga ta'bir berish bu ya hayotni yashab bo'lgandan keyin bizning farzandlarimiz ta'bir berib olsa bo'ladi deb qarayman. Lekin hayotni ma'nidagi yashash har bir odamning ham qadrlash, har bir odamning mas'uliyati deb qarayman. Hayotning qadri, hayotni qadrlash, shu yoshlig'imizda va o'rta yoshlig'imizdagi va yashangan vaqtimizdagi shu hayotning qadrini, qadri to'g'risida bir so'zlangan mazmun hamda. Hayotni qadrlash kerak. Bu dunyoga kelgan ekanmiz, cho'qim hayotni qadrlash bilan har bir kunlarimizni ma'noga ega qilish kerak deb o'ylayman. Shunda deganing to'g'ri ukam, qarindishim, hamda hayot bilan birga vaqt bog'lanib mangdi ekan. Masalan, hayotni qadrlashning o'zi vaqtni qadrlaganga o'xshash ekan. Vaqtni qadrlaganning o'zi hayotni qadrlaganga o'xshash ekan. Ikkimizning o'rtaq tunishishi yoshlarga va farzandlarimizga hayotni qadrlash to'g'risida bizningki nasihat qiyg'imiz yo'q. Lekin hayotning qadrini bilish to'g'riliq muhabbat ato qila olsak, biz mush baxtlik deb qaraymiz. Abdumrayliq Xalq üçüncü doktorxonasi bizning hayotni qadrlashimizni, sog'lomlikni qadriga yetishimizni, vaqtni ching tutishimizni tavsiya qiladi. Bu Abdumrayliq uchun doktorxonaniki bu hayotlik haqidagi mazmun bilan naqshniki temiz birlik kepti. Shunglashqa biz mushu naqshi orqali hayotni tushunishga ozroq
bo'lsa-mu, ajr singdiradigan bo'lsak, bizning baxtimiz deb qaraymiz. Avomninki bu naqshni anglab beqishni tavsiya qilamiz. O hayatning gülleri insan, Söygü mehir insan yıldızı. O hayatning gülleri insan, Söygü mehir insan yıldızı. Yüreklerge verse yürek, yaşarmamdı yıllar itizip. Yüreklerge verse yürek, yaşarmamdı yıllar itizip. Hayatның var külke göz yeşi, İnsan haman yaşap ötüdü. Uçak aksa külke nigarda, hicran bezisini kötüdü. Hicran bezisini kötüdü. Dünya güzel, bu hayat şirin, İnsanlıkta mehirdin yetsek. Hayatqa cin aqide biri, ömürni bağ gülzarlık etsek. Yakşı insan bulup ötsek. Ömür koşmak yakşı yamanğa, hayat kadri haman ötüdü. Mehirlerge tutasa mehir, Hulida gül şadlık kütüdü. Hayat şunda kuşan ötüdü. Dünya güzel, bu hayat şirin, İnsanlıkta mehirdin yetsek. Hayatqa cin aqide biri,